Koreys tilini o'rganish qiziqarli bo'lishi mumkin, ammo ko'pchilik umumiy xatolarga yo'l qo'yadi. Birinchi xato talaffuz va intonatsiyani e'tiborsiz qoldirish. Buni tuzatish uchun faol tinglash va gapirishni mashq qiling. Ikkinchi xato faqat grammatikaga e'tibor berish. Lugat va amaliy foydalanishni muvozanatlash muhimdir. Uchinchi xato til muhitiga yetarlicha shongimaslik. Koreys dramalarini tomosha qiling, kitob tinglang va ona tilida so'zlashuvchilar bilan muloqot qiling. To'rtinchi xato juda tez taslim bo'lish. Realistik maqsadlar qo'ying va kichik yutuqlarni nishonlang. Beshinchi xato resurslardan samarali foydalanmaslik. Turli xil o'quv materiallari va platformalardan foydalaning. Motivarn Education bilan siz bu xatolardan qochib, koreys tilini o'rganishda muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin. Bizning kurslarimizga hoziroq qo'shiling.